Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Sizlarni Ustaxona Tech kanalida ko'rib turganimdan xursandman. Bugun men sizlarga remont spiralli pech Sirius pechkasi. Bizda muammo tepa spiralimiz ishlamasligida, tepa spiralimiz qizmayotganligida, klientimizdan chiqib qolgan pastki spiralimiz qiziydi, tepadagi tenimiz qizimasligini aytdi. Do'stlar, kelinglar hozir birgalikda shu ten pechkamizni ochib, isitish pechkamizni ochib birgalikda ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda tenimiz joylashgan, yuqori tenimiz, mana bu yerda pastki tenimiz joylashgan. Hozir shuni biz tenimizni o'lchab ko'rishimiz kerak bo'ladi. Do'stlar, tenimizni o'lchashimiz uchun bitta oyog'ini uzib olishimiz kerak bo'ladi, chunki bizda o'zga tenning hisobiga yoki boshqa narsaning hisobiga qarshilikda noto'g'ri ko'rsatmaslik uchun bitta tenning oyog'ini ajratish kerak bo'ladi. Do'stlar, hozir men tenimizni tekshirib ko'rganimizda, tenimiz bizda ishlash holatida edi. Va uni korpusga ham tekshirib ko'rdim, korpusga ham bergani yo'q tenimiz. Do'stlar, bizda ko'rib turganimiz 3 ta element bor. Birinchisi mana bu yerda ko'rib turganimizdek, issiqlik relasi turibdi. Mana bu yerda timer turibdi, ya'ni vaqt, va mana bu yerda bragich. Ya'ni bu tenlarni tepa tenni yoqadigan, past tenni yoqadigan va ikkala tenni ham bir vaqt yoqadigan regulyatorimiz. Mana shu regulyatorimizni tekshirib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Nimaga deganda, bizda timer ham, issiqlik regulyatori ham ishlab turibdi. Chunki bizda pastki tenimiz ishlash holatida, lekin tepa tenimiz ishlamas ekan. Shuning uchun biz mana shu regulyatorimizni hozir mana bu yerdan yechib olib tekshirib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Do'stlar, regulyatorni qo'limga olganimda, regulyatorni erigan, mana bu yerda ko'rib turganimizdek erigan joyini ko'rishimiz mumkin. Kontaktda erigan joyini. Mana shuni hozir o'lchab ko'rsak, aniq bitta kontaktga qo'shmasligi aniq bo'ladi. Do'stlar, qisqacha nima qilganimni tushuntirib o'taman. Bizda mana bu yerda ikkita kontaktimiz bor. Mana bu bitta kontaktimiz, asosiy kontaktimiz bir yoki o'ng yoki chap tenni qo'shib yoki ikkalasini ham birga qo'shadigan mana bu tishlari bor. Mana shu tishlardan bir erigan. O'shaning hisobiga biz bitta qanotimizni olib, mana bu bitta qanotga primoy berdik va ikkinchisini mana bu orqa kontakt orqali uladik. Shunda bizda hozir qizdirib ko'rganimiz ikkita tenimiz ham qizigan bo'lishi kerak bo'ladi. Do'stlar, albatta quvvatdan o'z olishi kerak bo'ladi. Mana hozirda tepa tenimiz qizidi. Pastki tenimizni ham paypaslab ko'rishimiz kerak bo'ladi. Bizda pastki tenimiz ham qizibdi, do'stlar. Do'stlar, biz mana shu muammomiz mana shu regulyatorda ekan, mana shu regulyatorimizni almashtirishimiz kerak bo'ladi. Do'stlar, e'tiboringiz uchun rahmat. Endi Sirius pechkamizni qaytadan yangi regulyator qo'yib yig'ib olishimiz kerak bo'ladi. O'ylaymanki tushunarli bo'ldi. Kanalimizga obuna bo'lganlar albatta kanalimizga obuna bo'lib, like tugmasini bosib, o'z izohlaringizni izohlarda yozib qoldiringlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.